Miladi 1899-yili İdiqut diyarida mundaq bir ta'sirlik vaqa yuz bergan ekan. Lükchunvangi Sultan Mahmud Pichanning Muran mahallasidagi Soyib Jamol qiz Ana Nurxonni kichik xotinlikqa olmoqchi bo'ldi. Ana Nurxonning Jelil ismli loyiqi bo'lg'ashqa Sultan Mahmud Vanga tegishga qat'iy unamabdi. Zalim Sultan Mahmud Van huquq imtiyozidan foydalanib, Ana Nurxonni majburiy amriga elib o'rniga ko'chirib ketdi. Ana Nurxon dal shu kuni kechasi eng muvofiq paytda Sultan Mahmud Vanni abchil tig' bilan yaralandirib, intiqomini oldi. Shuning bilan Sultan Mahmud qansirab o'libdi. Qatma-qat sepil qashalar bilan o'ralgan bu sirlik o'rdidan kechib qutulishga ko'z yetmagan Ana Nurxon pok vujudiga g'ubor qo'ndirmagan holda necha kez egizlikdagi derazadan o'zini tashlab bu rezil dunyo bilan vidolashibdi. O'zining iffat nomusini ve pak muhabbetini qo'g'dash uchun mustabidlarga jang e'lon qilgan qahramon Ana Nurxonning nomi shundan buyon tilloda daston bo'ldi. Ana Nurxonning oshig'i Jelil uning ishqi firaqida hasratlik naqshi g'azallarni aytib olamni chong keltiribdi. Bu yolqinlik naqshilar avloddan avlodga davomlashib ta bugungacha aytilib kelyapti. Ayrı
Muşu dünyaya apeydi kılıp, tuğup çoğun kılıp, menin en hoşallık günlerimdi mi, hem kaygılık günlerimdi mi, meni 5. sınıf oltağın, atam Rekip Kadır'a, apam Hazimxan Hazim'a rahmet eytimi. Rahmet. Rahmet.